O'zbekistonda aholi soni kundan kunga ko'paymoqda. O'z navbatida yangi turar joy binolari qad ko'tarib, aholi yashash hududlari tobora kengaymoqda. Bu esa ekologik muammolarni yanada samaraliroq hal etish vazifasini oldimizga qo'ymoqda. Ulardan biri chiqindilarni tashish tizimini takomillashtirish. Bu borada Namangan davlat universiteti talabalari chiqindi tashish tizimini raqamlashtirish bo'yicha innovatsion g'oya yaratdilar. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Ma'lumki, respublikamizda aholi yashash hududlaridagi chiqindilarni tashish tegishli tashkilotlar tomonidan maxsus jadval asosida amalga oshiriladi. Biroq bu grafik tizimi samaradorlik jihatdan kamchiliklardan xoli emas. Masalan, chiqindi idishlari hali to'lmagan bo'lsa ham, maxsus avtotransport vositalari ortiqcha vaqt, yoqilg'i, ishchi kuch sarflab rejadagi manzillarga borishga majbur yoki aksincha, chiqindi qutilari to'lganiga ancha vaqt bo'lgan bo'lsa ham, tashish xizmati grafikda qayd etilmagani tufayli kechikadi. Bu esa chiqindilarning atmosferani bir necha kun davomida ifloslantirishiga, turli hasharotlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Namangan davlat universiteti Innovatsion klub rahbari Ulug'bek Turdaliyev boshchiligida fizika yo'nalishi 3-bosqich talabasi Sevinch Tursunaliyeva tomonidan yaratilgan maishiy chiqindilarni yig'ish va olib chiqib ketish tizimini raqamlashtirish loyihasi ayni shu muammoni hal qilishga qaratilgan. Loyiha lazer detektorlari orqali chiqindi idishlarining to'lish darajasini aniqlash va bu haqda markaziy serverga ma'lumot jo'natishni ko'zda tutadi. Ushbu qurilma chiqindi tashish bilan shug'ullanadigan tashkilotlarga chiqindilarni samarali boshqarish imkonini beradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, masofaviy datchik chiqindi idishini doimiy ravishda kuzatib turadi va u to'lganda markaziy serverga chiqindi qutisi to'ldi degan xabarni yuboradi. Agar chiqindi qutisi to'lmagan bo'lsa va biror muammo yuzaga kelgan bo'lsa, maxsus tugma yordamida chiqindi qutisi to'ldi yoki biror muammo bo'lishi mumkin degan xabarni markaziy serverga uzatadi. Bu jarayonda GSM moduli yordamida chiqindi idishining joylashuvi ham markaziy serverga yetkaziladi. Natijada avtotransport vositalari to'plangan chiqindilarni qisqa vaqt ichida tashib chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Bu loyiha amalga oshirilishi natijasida nafaqat resurslardan samarali foydalaniladi, balki aholi zich joylashgan hududlarda chiqindilar uzoq vaqt to'planib qolishi, natijada atmosfera havosining ifloslanishi, noxush hidlar va turli bakteriyalar tarqalishi, aholining haqli e'tirozlarining oldi olinadi. Tabiiyki, loyiha aholi o'rtasida turli yuqumli kasalliklar kelib chiqishi xavfi ham kamayishiga xizmat qiladi. Ushbu loyihani amalga oshirish orqali hozirgi kunda chiqindilarni tashish tizimini raqamlashtirishga erishish mumkin. Bu esa albatta ham iqtisodiy, ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni chiqindilarni tashish jarayonida avtomobillar hali chiqindi idishi to'lmagan hududga yoqilg'i sarflab yoki haydovchini vaqtini olib borib kelmaydi. Yoki aksincha, chiqindi idishi to'lib, atrof muhitga ekologik zarar yetkazayotgan muhit yuzaga kelgan taqdirda ham avtomobillarning bormay qolish holatlarini oldini oladi. Yangi loyihani hozircha Namangan shahri miqyosida amalga tatbiq etish rejalashtirilgan. Kelgusida g'oya yanada takomillashtiriladi va boshqa hududlarda ham foydalanish imkoniyati yaratiladi.